Assalomu alaykum. Sizlar bilan muhim kanal Botir Qodirov javobgarlikka tortildi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan she'rlarini qo'shiq qilgani uchun Adliya vazirligiga shikoyat qildi. Bu haqda Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan Shamsiddin Sadoiy taxallusi bilan tanilgan shoir Shamsiddin To'rayevning murojaati asosida Davlating borida omonat va Tingla do'stim nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatisiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan foydalanilgani aniqlangan. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar miqdori 1,875,000 so'm jarima jazosi tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan mualliflik yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'planishi lozim bo'lgan tovonni to'lashni talab qilishga haqli hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Alimov mualliflik huquqini buzgani uchun 170 million so'm jarimaga tortilgan edi. Xonanda Avazbek Alimov Go'zal yorim she'rini shoiraning ruxsatisiz yillar davomida Sevar yorim nomi ostida o'zgartirib qo'llab kelgan. Shundan so'ng shoira Mahliyo Ahror va mualliflik huquqlari buzilgani uchun 200 million so'm ma'naviy zarar hamda 340 million so'm tovon puli talab qilib sudga shikoyat kiritgan.